Agar siz validol, valokardin va karvalol preparatlarini doimiy iste'mol qilayotgan bo'lsangiz, bu aynan siz uchun. Faoliyatimizda va juda ko'pchilik insonlarning uylarida aptechkasida valodip, valokardin va karvalol tomchilari mavjud. Bular yurak qon tomir sistemasida kasalliklarga hech qanday foyda keltirmaydi. Ular yurak qon tomir sistemasida birozgina qon tomirlarni kengaytirib va tinchlantirganligi uchun ko'pchilik insonlar bu xususiyatga ishonib davolovchi xususiyat deb o'ylashadi. Lekin rivojlanib borayotgan yurak urib ketishi, nafas qisishi, qansirash va yurakdagi og'riqlarga bu preparatlarni qabul qilgandan so'ng 2 soatdan yana shu hol qayta takrorlanishi mumkin. Bunday holatda siz albatta mutaxassis ko'rigiga borishingiz tavsiya qilinadi. Valodip va valokardin bular davolovchi emas, shunchaki ular chalg'ituvchi terapiya sifatida foydalanib kelinadi. Xo'sh, siz ham hozirda shu preparatlarni qabul qilib keldingizmi? Agar qabul qilayotgan bo'lsangiz, izohlarda o'z fikringizni qoldirishingizni so'rab qolamiz.